Janob Yudins, O'zbekistonda va Toshkentda sizni ko'rib turganimdan mamnunman. Siz O'zbekistonda avval ham bo'lganmisiz yoki bu birinchi tashrifingizmi? Bu mening birinchi tashrifim va men juda ta'sirlandim. Chunki men O'zbekiston haqida o'qiganman, videolar tomosha qilganman. Lekin bilasizmi, mamlakatingizda shaxsan bo'lishim va ko'rganlarim meni juda xursand qildi va hatto hayratga soldi. Ushbu ajoyib mamlakat, ajoyib odamlar, go'zal an'analardan juda ko'p ijobiy va yoqimli taassurotlar oldim. Parlamentlararo ittifoqining 150-assambleyasi O'zbekistonda o'tkazilmoqda. Sizningcha aynan Toshkentda yubiley sessiyasini o'tkazishga qaror qilinishi nimani anglatadi? O'zbekistonning mintaqadagi o'rnini tan olish juda muhim. O'zbekiston turli mamlakatlar bilan muloqot qiladigan davlat sifatida ko'riladi. Shuning uchun bu tadbirni o'tkazish va butun dunyodan tashrif buyurgan parlament a'zolari bilan uchrashish, muammolarni muhokama qilish imkoniyatini yaratishda menimcha O'zbekiston yuqoridagi talablarga juda mos keladi. Aytingchi, siz albatta bizning parlament a'zolari bilan muloqot qilgansiz, ularning chiqishlarini tinglagansiz. Bizning mamlakatimizda parlament madaniyati qanday darajada? Men O'zbekistondagi parlament hayoti bo'yicha mutaxassis emasman, lekin men sizning parlament a'zolaringiz bilan muloqot qildim va bizda hatto bir xil muammolar va ajoyib tasodiflar bor. Bu O'zbekistonda bo'lgani kabi mening mamlakatimda, Latviyada ham dolzarbdir. Biz bir xil muammolarni hal qilishga intilamiz va bizning harakatlarimiz ham deyarli o'xshash. Iqtisodiyotning rivojlanishi, odamlarning ishlashi, daromad topishi, o'zlari va oilalarini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lishi, tinchlik bo'lishi bizning mamlakatlar parlamentlarining bosh g'oyasidir. Menimcha, O'zbekiston va Latviya parlamentlarida ma'lumot almashish, tajribalarni bo'lishish va bir-birimizga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyati bor. Ya'ni, boshqa mamlakatlardagi hamkasblarimiz tajribasi bizga masalalarni hal qilishda yordam beradi va biz o'z tajribalarimizni bo'lishamiz. Menimcha, bu har ikki mamlakat uchun foydali bo'ladi.